Mana o'yindan chiqib oldik. Bundan qani ko'raylikchi. Bizga hozir bundan mana bu kuchaytirgichni berdi va Priz liderdan ko'k o'yinchini berdi. Bizga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta qolibdi. Ancha bor ekan. Mana bu qora o'yinchimizgacha va vaqtimiz bizda 55 kun 18 soat. Olsak kerak degan umiddaman. Va ko'ramiz. Bizga kim tushar ekan? Ko'k o'yinchidan. Qani? Fransiya 5-raqam. Himoyachimikan degan. 76. 83. Badiashvili. Yaxshi. Bundan kimlar tushar ekan? Internetimiz yaxshi ishlamayapti. Ozroq kutamiz shekilli. Yoki bo'lmasa zaryadimiz ham ancha yaxshi emas. Ikki yuz yigirma ikki bayt sekundiga. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Bizga Rodriges bilan Basteyn berilibdi. Bizga esa bu o'yinchilar kerak emas. Menga mana bu o'yinchi ham kerak emasdi aslida. Badiashvili sotib yuboramiz. Chunki ko'k hozircha kerak emas. Oldin bularni full qilib olaylik, keyin boshqa o'yinchilarga navbat keladi. Afsuski mana bundan bermadi. Berganda yaxshi bo'lardi. Tarm 85 bo'ladimi? Yo'q, 84. Ikkinchisi Kukurella 82 icha qoldi. Reinders 85 icha qoldi. Tezlikni kuchaytirib berdi. Bu 3 tamiz esa darvozabonniki. Afsuski darvozabonimiz full. Bunisi bor, bunisiga yo'q. Afsuski. Pul solishga esa menga yoqmaydi pul solish. Aniqrog'i pul solishga nima desam bo'ladi? Ortiqcha mablag' yo'q. Mr. Almazga 1000 ta bundan berar ekan. 1000 tasi 31 gacha bora olmaydi. Lekin kerak emas deb o'ylayman. Chunki 100 ta almazga buni bossa yoki bo'lmasa buni kuchaytirsa ancha o'yinchilarga foydaliroq deb bilaman. Buni 1000 tasi mana yergacha bo'lgani bilan bu yerga yana 2000 ta kerak. 2000 tani baribir o'zingiz yig'asiz. Undan 1000 tani o'zingiz yig'ib qo'ysangiz bo'ladi. Bitta o'yinda 150 tadan berganda ham
5-6 o'yinga, uzog'i 8 o'yinga yig'ib qo'yasiz mintani. Keyingisi aytyapti 500 ta olmosga 5000 ta deyapti. 5000 ta shu gap 5000 taga 5000 ta bilan 500 gacha borsa bo'ladi. Bu yoqlarda ungacha yetib borish ancha osonroq bo'ladi. O'zingiz ham yig'ib qo'ysangiz bo'ladi bir kunda o'ynasangiz. Lekin pul solsangiz, sizning pastga solsangiz pulni ancha narsa beradi. Pul soling demoqchi emasman. Mayli. O'zlaringiz bilasizlar. Internet qatdi, mayli. O'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib ketingizlar. Yaxshimi, yomonmi? Va obuna bo'lib ketingizlar. Sizlardan shuni so'rab qolaman. Rahmat.